Chilonzor tumanida fuqaro 112 qisqa raqamiga murojaat qilib, Damas rusumli avtomashinasi noma'lum shaxs tomonidan olib qochilgani haqida xabar berdi. Xabarga asosan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yagona tezkor boshqaruv markazi imkoniyatlari hamda olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida mazkur avtomashinaning Uchtepa tumani hududida harakatlanayotganligi aniqlandi. Shuningdek, uni olib qochgan fuqaroning shaxsiga ham qisqa vaqt ichida aniqlik kiritildi. Yagona tezkor boshqaruv markazi Qalqon platformasiga integratsiya qilingan kuzatuv kameralari yordamida ushbu avtotransport vositasining harakati o'rganilganda Uchtepa tumanida harakatlangani aniqlandi. Ushbu manzilga yo'l patrul xizmati xodimlari yo'naltirildi. Biroq gumonlanuvchi ichki ishlar organi xodimlarining to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan. Oradan biroz vaqt o'tgach boshqaruvni yo'qotib, boshqa Gentra rusumli avtomashina bilan yo'l transport hodisasini sodir qilgan. Agar gumonlanuvchi ichki ishlar organi xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunib, transport vositasini o'z vaqtida to'xtatganida ushbu ko'ngilsiz hodisani oldini olish mumkin edi. Bu esa qonuniy talablarni mensimaslik qanday og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko'rsatadi. Ma'lum bo'lishicha, gumonlanuvchi mast holatda bo'lgan va ichki ishlar organi xodimlaridan yashirinishga harakat qilgan. Qonunni buzish oqibati esa boshqa fuqarolarning hayotini xavf ostiga qo'yish bilan tugadi. Ikkita mashina egasidan ham kechirim so'rayman. Mingdan pushaymonman. Hech kimga bu narsani tavsiya bermayman. Onamdan kechirim so'rayman. Nima uchun? Aytganlarimni qilmaganim uchun-da. To'g'ri yo'lda yur, nima bo'lsang degandi menga. Yomonlarga qo'shilma, ichma degan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida ishga jalb qilingan fuqaroga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bir lahzalik mas'uliyatsizlik va qonunni mensimaslik oqibati ko'plab insonlar taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli jamoat xavfsizligini ta'minlash va fuqarolar osoyishtaligini saqlash yo'lida ichki ishlar organlari tomonidan qat'iy va murosasiz choralar ko'rilib, har qanday jinoyatga jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda.